yoshlarni oldidan bo'yab turib, oq rangga bo'yash sizlarni qaritsa, to'g'ri texnikada chiroyli bo'yash aksincha yoshartiradi. Tenlarni pastdan boshlab turib, noto'g'ri rastushovka tufayli qovoqlarni tushirib qaritsa, to'g'ri texnikada qilingan rastushovka sizlarni yoshartiradi. Ko'zlar uchun suriladigan qora qalam yoshartiradi deb o'ylasanglar, adashasizlar. Qora qalam o'rniga tush tanlagan bo'lardim. Juda ham qalin va oppoq tonalkani emas, har kunligiga tushadigan va o'zimning rangimga mos tonalkani tanlab, buni yupqa qilib rastushovka qilish sizlarni ancha yoshartiradi. To'q rastushovka qilgandan ko'ra, och rumyanida ozgina tabiiylik bergani sizlarni yoshartiradi. Qalin, yorqin yetmaganiga chiqarib bo'yashgancha, safni tabiiy konturi bilan va tabiiy ranglar bilan blesk sursanglar, bu sizlarni yoshartiradi. Qaritkani yetmagandek zahar ko'rsatishiga necha bu makiyajni o'zimizani tabiiy chiroyli makiyajdan qo'ymasin. Agar sizlar ham shunaqa chiroyli, tabiiy yoshartiradigan makiyajni mendan tekinga o'rganmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga yosh so'zini qoldiringlar. Men sizlarga bepul darslikni taqdim qilaman.